Menga qara, qizimga sovchi qo'ygan yigitni chaqirib gaplashib olishim kerak. Qaysi biring? Yo, bu. Boshi pastayami qiz bola bo'lsa, otasi bir mafiya bo'lish kerak. Gaplashgani bir bitmagan qurilish o'rniga qop-qorong bir bilyardxonalarga chaqirish, bir chiroyli bir milliy taomlarda o'tirib gaplashsak bo'lmaydi? Meni kimligimni bilasanmi? Bilamasiz, hali bir mafiyasiz, bir o'tsa davlat politsiyasi qidirib yurgan bir donsiz. Prosta shu bo'sh vaqtingizda taksichilik qilib yurasiz, to'g'rimi? Prikol qilma. Meni Karlo ota deyshadi. Kim? Karlo ota. Ha, birmi? Tushunmadim. Mana shu iplosiz bir real yetkazib yuribdi-da, pastayam. Tupoy, men Karlo Ancelotti emasman, Karlo otaman. Aytdim sivashkasi. Mana bunimi? Gavanni. Pecheniku? Bilaman, manitga chekish mumkin emas deb yozib qo'yibdi. Mana nima endi? Chorsimi? Kuyonakada kelyapsiz. O'ynang. Kuyovjo'ralar deya nima savol qilishdi? Bachkanalashma. Men siz bilan to'g'risi mafiya o'ynagan kelganim yo'q. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Hop, qizimni beraman. Faqat 10 qo'lim bo'lasan. 10 qo'lim bo'lasan-dek. Men unaqa jirkanch ish qilmayman. Nima deganing bu? Siz 10 qo'lingiz qonga botgan, men uni ish qilmayman. Bo'lmasa chap qo'lim bo'l. Siz u ishni chap qo'lga ham qilgansiz. Sen oting nima edi? Max ismi aka. Ittingni otini emas, o'zingni otingni so'rayapman. Yo'q, rostda Max pasportda. Familiyang nima? Qurbonov. Isming bilan familiyang bir